Assalomu alaykum hammaga. Yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Inshaalloh navbatdagi videomiz orqali KIP darslariga ariza qilish haqida va uni bekor qilish haqlarida o'rganamiz. Siz qaysi darajaga ariza qilayotgan bo'lsangiz, hammasi bir xil, ya'ni 3-etap bo'ladimi, 2-chi, 1-chi, 4-chi, 5-chi etap bo'ladimi, darslariga hammasiga bir xil ariza qilinadi. Demak, shuni bugun o'rganib chiqamiz. Qaysi saytga kirish kerak, qanday qilish kerak va qanday qilsak bekor qilsak bo'ladi. Shularni o'rganib chiqamiz. Qani unda videoni boshladik. Demak, birinchi o'rinda Chrome'ga kirib olamiz. Chrome'dan kiring, iloji boricha. Shunda ro'yxatdan o'tishda qandaydir kamchilik bo'lmaydi. Menda Chrome yaxshi bo'lmagani uchun hozirda bundan kiryapman. Aslida imtihonga registratsiya qiladigan bo'lsangiz, albatta Chrome'dan kirishingiz shart. Biz imtihonga emas, darslarga ariza qilishimiz kerakligi sababli bu orqali qilsak ham bo'ladi. Demak, biz darslarga Kvajon Shinchong qilish uchun, ya'ni darslarga ariza qilish uchun birinchi o'rinda Soshinetga kirib olamiz. Soshinet.go.kr bo'ladi. Shunga kiramiz. Demak, Sovetun App Program degan joyni, bu yerda birinchi login qilishni so'raydi. Albatta siz login qilasiz. Biz demak login qilishdan boshlab ko'rsatamiz. Demak, ID degan joyga ID'mizni kiritamiz. Hozir misol uchun ID va paroli. Demak, shu tarzda login bo'ladi va demak biz endi sahifamizga kirib oldik. Undan keyin Sovetun App Program degan qismini bosadigan bo'lsak, bu yerda pastida yozuvlar chiqadi va biz darslarga ariza qilish uchun Kvajon Shinchong degan joyini bosamiz. Bosadigan bo'lsak, bizga bu yerda darslar chiqadi. Agar chiqmaydigan bo'lsa, bu Search degan joyni bitta bosasiz, shunda chiqadi. Demak, bu yerda mana darslar, ochilgan joylar, mana qaysi o'qiydigan joyingizning nomlari, bu yerda manzillari, bu qismda qachon bo'lishi, bu qaysi darajadaligi, necha soat bo'lishi, darslarni qachondan qachongacha davom etishi va ariza qilish qachondan qachongacha bo'lishi, odam nechtadan nechta qabul qilinganligi yoki qabul qilinishi, ariza topshirilish oldindanmi hali yoki endi bo'lyaptimi? Shular haqida hammasi ma'lumot olishingiz mumkin. Birinchi o'rinda albatta siz manzilingizga e'tibor bering. Demak, bu yerda Shinchong Kaning degan joy bor ekan. Shinchong Kaning, ya'ni biz ariza qilsak bo'ladi degani bu. Demak, ariza qilsak bo'lar ekan Chumal Pan, ya'ni hafta oxiridagi darslarga. Bu yerga kirib ko'radigan bo'lsak, batafsil ma'lumot bor. Ya'ni o'qish joyi, o'qituvchisi, manzil, telefon raqamlar va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Dars muddatlari ham bor. Necha kishidan necha kishi? 23 kishidan 16 kishi ariza qilib bo'pti o'zi. Qolgan ma'lumotlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Demak, ko'rsangiz shanba va yakshanba kunlari ekan, bir kunda 4 soatdan dars ekan. Shu yerda biz eng pastga tushadigan bo'lsak, shunchaki Shinchong degan joy bor. Shinchong degan joyini bosadigan bo'lsak, Shinchong hagesimnika deyapti, ya'ni ariza qilasizmi? OKni bosadigan bo'lsak, biz ariza qilib bo'ldik. Shu bilan tugaydi. Bu yerda Shinchong Shijakchon deb qo'yilgan joylar, bu endi ariza qilish boshlanadi. Qachondan boshlanar ekan? 2026/01/19 dan boshlanar ekan ariza qilish. Demak, biz endi ariza qildik, shu bilan tugaydi. Arzimagan shu xolos. Katta pulga shuni ham registratsiya qilayotganlar ko'p, afsuski. Endi buni agar biz bekor qilmoqchi bo'lsak, yana shu yerga kiramiz va eng pastiga tushamiz. Shinchong Chiso degan joy bor. Shuni bosadigan bo'lsak, Shinchong Chiso hagesimnika deyapti. Ya'ni bekor qilasizmi arizani deyapti. OK bosadigan bo'lsak, avtomatik tarzda o'zi bekor qilingan bo'ladi darsimiz. Demak, chiqib keyingi darslarni
ko'ramiz. Bizga ma'qulrog'i bormi? Buni bekor qildik. Pastlarga tushadigan bo'lsak, yana Shinchonkaning qachon uchun? Bu ham o'sha Chumalpan, ya'ni hafta oxirgi darslar shanba kuni bo'lar ekan. Kirib ko'ramiz. Faqat shanba bo'lgani uchun endi mana ko'rib turibsiz, soatlari ertalab 9 dan kechqurun 6 gacha bo'lar ekan. Bir kunda 8 soat degani bu. Ariza qilmoqchi bo'lsak, shunchaki Shinchonga bosamiz. Bunga ham ariza qilsak bo'laveradi. Bir kunda endi 8 soat degani bilan o'rtada 1 soat tushlik vaqti bo'ladi va undan tashqari har bir soatlarda qanchadir vaqt dam olinadi. Shunga ko'p charchab qolmaysiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek Tejon Kwangyoksi uchun ochilibdi va darslarga ariza qilish vaqti ham hududiga, joylariga qarab e'tibor bersangiz hammasida har xil. Shularga e'tibor berib, ariza qilish vaqtini o'tkazib yubormasangiz, bemalol ariza qilsa bo'ladi. Xo'p, demak bu yerda Chungcheong Namdo uchun hozircha joylar ochilmabdi. Hammasi Tejon uchun ekan. Shunaqa holatda hammasini ko'rib chiqib, bemalol registratsiya qilsangiz bo'ladi. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, qo'lingizni duoga ochgan vaqtingiz haqqimizga duo qilib qo'ying. Alloh barchamizni ilmimizni ziyoda qilsin. Bu videoni esa shu imtihonga ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lgan kishilarga jo'natib qo'ying. Ularga ham inshaalloh foydali bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.